هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 36. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nisa suresinin 36. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'a ibadet kılınlar. Onunla hiç nersini şirk keltirmenglar. Ata-ananglarga, hiç aqribalarыңlarga, yetimlerge, miskinlerge, yaqin qo'shniga, yiroq qo'shniga, yondagi hamrohga, ya'ni safardoshga, saboqdoshga, musofirga, qo'l ostinglardagi qul cho'rilarga yaxshilik qilinglar. Shubhisizki Allah mutakabbir maqtanchoqni yoqtirmaydi. Allah Teala'ga ibadet qilishga ve ata-ana, urug' tuqqan ve başka kişilerge yaxshilik qilishga buyurish to'g'risida. Allah Teala bu ayette bendilerini şirki yok bir Allah Teala'ga ibadet qilishga buyuruydu. O yaratquchi, rizq berguchi, ne'mat berguchi ve her qandaq vaqtda mahluqotlarga yaxshilik qilguchidir. Undaq bo'lgan ekan Allah Teala ularning Allah Teala'nı birde bilishiga ve onunla mahluqotlarning ichidan bir narsani shirk keltirmasligiga loyiqdir. Bu vaqtda Payg'ambar alayhisalom Muaz ibn Jabalga mundaq dedi: Sen Allah Teala'nın bendilerinin ustidagi haqqini bilamsan? Muaz: Allah ve onun peygamberi bilidu dedi. Peygamber aleyhisselam: O hak bolsa bendilerinin Allah Teala'ga ibadet kılışı ve onunla hiç qandaq narsani şirk qilmasligidir dedi. Ondan Peygamber aleyhisselam: Bendiler yuqoridagi ishlarni qilsa, ularning Allah'ның ustidagi haqqini bilamsan? Allah'ның ustidagi haqqi Allah'ның ularni azoplamasligidir dedi. Allah Teala ata-anaga yaxshilik qilishga buyurdi. Çünkü Allah Teala o ikisini balının dünyaya gelişige sebepçi kıldı. Köpünçü vakitte Allah Teala özüge ibadet kılışqa buyuruş bilen ata-anaga yaxshilik qilishni bir yerde keltirdi. Mesela Allah Teala'nın ey insan bana ve ata-ananga şükür kılgın. Rabbin fakat onun özüge ibadet kılışınlarını ve ata-ananglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi degan oyatlarga o'xshash, ondan ata-anaga yaxshilik qilishning keyindilla urug' tuqqanlarga yaxshilik qilishga buyurdi. İmam Tirmizi rivayet qilgan bu vaqtdagi hadisda mundaq bayon qilingan: Boshqalarga qilgan sadaqa faqat sadiq qilganliklar bo'ladi. Urug' tuqqanga qilgan sadaqa ve sil rahmi qilganlik bo'ladi. Yetimlerning ularga ko'yinadigan ve chiqimlarini qilib beradigan odam bo'lmag'achqa Allah Teala ularga yaxshilik qilishga ve mehribonlik qilishga buyurdi. Miskinlarga, ya'ni miskinlar özleriga kerakli narsalarni topolmagan kishilardir. Shunga Allah Teala ularga yordam qilishga buyurdi.
qo'lim qo'shnilarning haqqi to'g'risida. Yaqin qo'shniga, yiroq qo'shniga, yondagi hamrohga, ya'ni safardashga, saboqdashga bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yaqin qo'shniga, ya'ni u sen bilan uning oraliqida tuqqandarchilikki bor kishidir. Yiroq qo'shniga, ya'ni u sen bilan uning oraliqida tuqqandarchilikki yo'q kishidir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ikrima, Mujahid, Maymun ibn Mihron, Zahhak, Zayd ibn Aslama, Muqatil ibn Hayyan va Qatada qatorliqlardanmi Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning yuqorida degan so'ziga o'xshash rivoyat bayon qilindi. Mujahid yana Alloh taolaning yiroq qo'shniga degan oyatidan safardagi hamroh ko'z tutildi dedi. Qo'shnilarga yaxshilik qilishga buyurilgan nurg'unlagan hadislar bor. Biz bu hadislarning ba'zisini tövende bayon qilamiz. Birinchi hadis. İmam Ahmad Abdullah ibn Umardan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jibril davomli menga qo'shni to'g'risida vasiyat qiladi. Hatto men qo'shnamni menga mirosxo'r qilib qo'yamdikin deb gumon qilib qoldim. İkinci hadis. İmam Ahmad Abdullah ibn Amr ibn As'dan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning dargohidagi eng yaxshi hamrohlar o'zining hamrohiga yaxshilik yetkazib turadigan kishidir. Allohning dargohidagi eng yaxshi qo'shni o'zining qo'shnisiga yaxshilik yetkazib turadigan kishidir. Üçüncü hadis. İmam Ahmad Miqdad ibn Aswadning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom sahobalariga sizlar fahishiga qanday qaraysizlar dedi. Sahobalar u Alloh va uning payg'ambari cheklagan harom ishdir, u qiyomat kunigacha haromdir dedi. Ondan payg'ambar alayhisalom bir kishining qo'shnisining ayoli bilan fahishi qilganligi boshqa 10 ayol bilan fahish qilgan gunohdan ig'irdir dedi. Payg'ambar alayhisalom yana sizlar o'g'irlik qanday qaraysizlar dedi. Sahobalar u Alloh va uning payg'ambari cheklagan harom ishdir dedi. Payg'ambar alayhisalom bir kishining qo'shnisining uydan bir narsa o'g'irlaganligining gunohi boshqa 10 uydan o'g'irlaganligining gunohidan ig'irdir dedi. İmam Buxoriy va Muslim Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men ey Allohning payg'ambari qaysi gunoh eng cho'ng dedim. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi. Cho'ng gunoh bo'lsa, seni yaratgan Alloh taolaga shirik keltirishing, uningdan qolsichu dedim. U balangni uning sen bilan birga taom yeyishidan qo'rqib, ya'ni faqirlikdan qo'rqib o'ltirib etishing dedi. Ondan uningdan qolsichu dedim. U qo'shningning ayoli bilan zina qilganliging dedi. 4-hadis. İmam Ahmad Aisha radhiyallohu anhadan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. U Payg'ambar alayhisalomdan mening 2 qo'shnim bor. Men u ikkisining qaysisiga bir narsa sunaman deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom bu 2 qo'shnidan sana ishiga eng yaqin bo'lganiga deb javob berdi. Qullarga yaxshilik qilishga buyurish to'g'risida. Qo'l ostinglardagi qul cho'rilarga yaxshilik qilinglar. Bu qullarga yaxshilik qilishga qilingan vasiyatdir. Chunki qul degan iqtidorining ojizligidan kishilarning qo'llariga tushib qolgan asirdir. Shunga Payg'ambar alayhisalomning hayotining oxiridagi kasal vaqtida ummatlarga mundaq deb vasiyat qilganligi rivoyat qilindi.
sizlar namozga ahamiyat beringlar. Namozga ahamiyat beringlar va qo'l ostinglardagi qullarga ko'ngil bo'linglar. Payg'ambar alayhisalom bu so'zni takrorlayverib, hatto tili kalvolishib qoldi. İmam Ahmed Miqdad ibn Ma'di Karuba radiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sen o'zing yegan taom sen uchun sadaqa. Balanga bergan taommu sadaqa. Ayolingga bergan taommu sadaqa. Va sening xizmatchingga bergan taomingmu sadaqa. Abdullah ibn Amr'ning qo'l ostidagi odamiga sen qullarga tamoqlarni berdingmi deganda u yo'q deydi. Abdullah, sen berib ularga tamoq bergin. Sheksiz Payg'ambar alayhisalom bir insonning qullariga tamoq berishini to'xtatib qo'yganligi gunohi, to'xtatib qo'yganlik gunohi uningga yetarlikdir degan edi. Bir insonning qullariga tamoq berishini to'xtatib qo'yganlik gunohi uningga yetarlikdir degan edi. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qulga tamoq va kiyim-kechak berish va kuchi uni yetadigan ishga buyurish lozimdir. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biringlarning xizmatchisi sizlarga tamoq elib kelsa, u xizmatchini o'zi bilan birga o'ltirg'izib tamoq bermisimi? Hech bo'lmaganda uningga bir yoki ikki kapon bersin. Chunki u tamoqning purqini purgan va uni tayyorlagandir. U tamoqning purqini purgan va uni tayyorlagandir. Alloh taolaning takabburlik qilg'uvchilarni haqiqatan yaxshi ko'rmaydiganlik to'g'risida. Shubhisizki Allah mutakabbir maqtanchoqni yoqtirmaydi. Ya'ni takabburlik qilg'uvchi kishilarga maqtang'uvchilar va o'zlarini boshqalardan yaxshi deb qaraydigan odamlardir. Ularning ko'nglida kibrlik bo'ladi. Bular Alloh taolaning dargohida xorlang'uchi va kishilarning nazarida o'ch ko'rilguchi kishilardir. Ular Alloh taolaga shukr qilmay, Alloh taolaning uningga bergan ne'matlarini sanaydi. Ya'ni u Alloh taolaning uningga bergan ne'matlarga to'liq shukr qilmasdan uning bilan kishilarga maqtanadi. İbn Jarir Abdullah ibn Waqid Abu Rija Haravining qullarning xo'jayinining askisi takabbur va maqtanchoq keladi deb Alloh taolaning qo'l ostinglardagi qul cho'rilarga yaxshilik qilinglar. Shubhisizki Alloh mutakabbir maqtanchoqni yoqtirmaydi va ota-onasiga osiylik qilg'uchi va cho'ngchilik qilg'uchi kishilar baxtsiz keladi deb Alloh taolaning meni onamga ko'yimchan qildi, meni mutakabbir shaqiy qilmadi degan oyatini o'qiganligini rivoyat qildi. Bul hujaymilik bir kishining mundaq deganligi rivoyat qilindi. Men Payg'ambar alayhisalomga: "Ey Allohning payg'ambari, menga nasihat qilgan" dedim. Payg'ambar alayhisalom: "Ishtonni g'ushqingdan oshirib uzun kiyishdan saqlangan. Haqiqatan ishtonni uzun kiyish takabburlik qilishdir. Alloh taolo takabburlik qilg'uchini yaxshi ko'rmaydi" dedi. Ular ya'ni takabburlar, maqtanchoqlar bexillik qiladi. Kishilarni bexillikqa buyuradi. Allah ularga o'z fazlidan bergan narsalarni, ya'ni pul molni va Muhammad alayhisalomning
Tevrat'taki sübtini yoşurdu. Allah'ın nimetini inkar kılgıcılarga horlıgıcı azabını tayarladı. Ula mallarını kişilerge ko'rsatish uchun sarf qiladi. Ular Allohga ishonmaydi, oxirat kuniga ishonmaydi. Kimiki o'ziga shaytonni hamroh qiladi ekan, u shaytonning buyrug'i bo'yicha ish qiladi. Shayton nima degan yomon hamroh. Agar ular Allohga oxirat kuniga ishonsa va Alloh o'zlariga bergan maldan sarf qilsa, ularga nima ziyni bo'ladi? Alloh ularni obdan biladi. Qilmishiga qarab jazolaydi. Bexilni ayiblash to'g'risida. Ular, ya'ni mutakabbirlar, maqtanchoqlar bexillik qiladi, kishilarni bexillikqa buyuradi. Alloh taolo bu oyatlarda yaxshilik qilishga buyurilgan kishilarga yaxshilik qilmagan va mol mulkidagi Alloh taolaning haqqini ado qilmagan va boshqa kishilarni bexillik qilishga buyurgan bexillarni aybladi. Payg'ambar alayhisalom bu vaqtda mundaq dedi: Bexillik kesili hamma kasaldan yomondir. Sizlar bexillikdan saqlaninglar. Bexillik sizlardan ilgari o'tgan kishilarni halok qilib o'tdi. Bexillik ularni ota-ona va urug' tuqqanlarga yaxshilik qilishni uzib etishga buyurdi. Ular uni uzib etdi. Bexillik ularni buzuqchilik qilishga buyurdi. Ular buzuqchilik qildi. Alloh ularga o'z fazlidan bergan narsalarni, ya'ni pul molni va Muhammad alayhisalomning Tavratdagi sübtini yoshirdi. Bexil Alloh taolaning bergan ne'matlaridan tong'ichidir. U Alloh taolaning ne'matlarini o'zining yemak ichmikida, kiyim-kechaklarida, kishilarga yoki bola chaqalarga bir narsa berish ishlarida eslamaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: İnsan hakikaten Rabbining ne'matlarini shaksiz inkar qilguchidir. İnsan hakikaten onunğa, ya'ni Allohning ne'matini inkar qilganligiga albatta o'zi guvohdir. İnsan pul molga intayin herisdir. Sura Adiyat 6-oyatdan 8-oyatgacha. Allah ularga o'z fazlidan bergan narsalarni, ya'ni pul molni va Muhammad alayhisalomning Tavratdagi sübtini yoshirdi. Shunga Alloh taolo ularga o'zining bu so'zi bilan tahdid soldi. Allohning ne'matini inkor qilguvchilarga xo'rlig'ichi azobni tayyorladi. Imom Tabari rivoyat qilgan hadisda mundaq deb keldi: Alloh taolo bir bandiga ne'mat ato qilsa, ne'matning bandisida namoyanda bo'lishini haqiqatan yaxshi ko'rdi. Ba'zi salaf olimlari bu oyatdan Yahudilarning o'zlarining kitobidagi Muhammad alayhisalomning sifatlarini oshkor qilishdan bexillik qilganligi va uni yoshirganligi maqsad qilindi dedi. Bu oyatning shu ma'noni ifodalashning mumkinligidami shak yo'q. Bexillik qilishning ichiga bilgan narsani oshkorlamaslik kirsimi, lekin oyatning bosh oyog'i bu bexillikning mol-mulkni yaxshi yo'llarga ishlatishdan bexillik qilishni ifodalab berdi. Chunki oyatning mazmuni ota-ona, urug' tuqqan va ojizlarga yaxshilik qilish to'g'risidadir. Uningdan keyin kelgan ular mollarini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladi degan oyatmi mol mulkni kishilarga riyo qilish uchun sarf qilganlar to'g'risidadir. Ya'ni Alloh taolo yuqoridagi oyatda mol mulklarini sadaqa qilmagan bexillarni bayon qildi. Ondan tuvandagi oyatda o'zlarining bergan bir narsasi bilan yuz obro'yini maqsad qilgan kishilarni sehi kishi ekan deb maqtanmoqchi bo'lgan va Alloh taoloning roziligini izlamay riyo uchun bir narsa bergan kishilarni bayon qildi. Do'zaxda birinchi bo'lib kiradigan 3 kishi, ya'ni olim, jihad qilguvchi va mol mulklarini riyokorlik bilan sadaqa qilgan kishilar to'g'risida mundaq hadis rivoyat qilindi.
mal mülklerini riya üçün sədıq qılğan kişi mundaq deydi. Ey Allah, sen sədıq qilishni yaxshi ko'rdigan yerlerinin birini qo'ymay, senin razılığın üçün sədıq qildim. Andın Allah Teala onunğa: yalğan etdin. Sen qılğan sədaqaң bilan kishilarning seni faqat sehi kishi ekan deyishini maqsad qilding. Haqiqatan sen bu maqtashqa erishib bo'lding. Sen mukofotingni dunyoda elib bo'lding. Bu sen qılğan sədaqaң orqali erishmoqchi bo'lgan narsangdir dedi. Şuna Allah Teala mundaq dedi: ular Allah'a işenmeydi, ahiret günüge mi işenmeydi? Yani ularni özlerinin şu yaman işiga ve doğru yoldan çıkıp ketişige şeytan ilip vardı. Şeytan ilip vardı. Çünkü şeytan ularni şu yaman işlerini kılışga kızıktırdı ve ularga yakınlaştı. Şunun bilen ularga yaman işlerini yaxşı iş kılıp gösterdi. Kimiki özüge şeytanni hemrah kılıdıken o şeytanның buyruğu boyunca iş kılıdı. Şeytan nemi degen yaman emrah. Eğer ular Allah'a ahiret günüge işense ve Allah özlerine bergen maldan sarf kılsa, ularga nemi zihni buladı? Yani eğer ular Allah Teala'ga işense, riyadın, ixlasqa, Allah Teala'ga işinişke ve yaxşı iş kılganlar üçün ahiretteki Allah Teala'nın vədisini ümit kılışqa yötkelse ve Allah Teala rızık kılıp bergen mal mülklerini Allah Teala yaxşı görüdüğün ve razı boluduğun orunlarga işletse, ularga qaysı ziyan buladı? Allah ularni obdan bilidi. Kılmışlarına qarab jazalaydı. Allah Teala ularning yaxshi ve yaman niyetlerini bilgücüdür. Kimning utuqqa ve kimning mag'lubiyatga loyiq ekanligini bilgücüdür. Utuqqa loyiq kishiga utuq ato qiladi. To'g'ri yo'lga boshlaydi ve o'zi rozi bo'ladigan yaxshi ishlarni qilishga nasib qiladi. Ammo mag'lubiyatga loyiq kishilarni o'zining rahmatidan yiroq qiladi. Shuning bilan u dünya ve ahirette ziyan tartıdı. Biz bundan Allah Teala'ya sığınıp panah dileyimiz. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Nisa suresi tefsiriden 39. ayetçe anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inşallah. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.